Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz pedagogik kreativlik mohiyati. Bugungi mavzuyimizni o'tishda quyidagi rejalar bilan olib boramiz mavzuyimizni. Birinchi rejamiz kreativlik va kreativ pedagogik tushunchalarning mohiyati, kreativ pedagogikaning tarkibiy tuzilmasi va asosiy kategoriyalari. Uchinchi rejamiz kreativ pedagogikaning ilmiy tadqiqot metodlari. Shu bilan birgalikda pedagogning kreativ imkoniyatlari va tarkibiy qismlari. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuyimizda quyidagi asosiy tayanch tushunchalari yoki kalit so'zlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Kreativlik, pedagogika, kreativ pedagogika fani, fanning maqsadi, vazifalari, fanning tarkibiy tuzilmasi. Bugun sizlar bilan ushbu mavzuyimizni, ya'ni kreativ pedagogikaning mohiyati, mazmuni, maqsadi, vazifalari, kategoriyalari, pedagogning kreativ imkoniyatlarini qay tartibda uni imkoniyatlarini o'rganilishi, baholash mezonlarini, uni aniqlovchi mezonlarini va uning darajalarini ko'rib chiqamiz. Hurmatli tinglovchilar, birinchi rejamizdan boshlaydigan bo'lsak, ya'ni kreativlik va kreativ pedagogik tushunchalarning mohiyati. Hammamizga ma'lumki, bugungi zamonaviy pedagogikada kreativ pedagogik tushunchasini qo'llanilib boshlanishiga, foydalanishiga hali u qadar ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Biroq o'qitish jarayoniga innovatsion hamda ijodkorlik yondashuvlarini qaror toptirish bo'lgan ehtiyoj kreativ pedagogika fanni, shu bilan birgalikda shu sizlar bilan o'tilayotgan pedagogik kreativlik mohiyatini, o'shani mustaqil o'rganishga talab hamda ehtiyojdan kelib chiqqan holda o'zini shakllanishini ta'minlab beradi. Bugungi kunda kreativlik va kreativ pedagogika tushunchalariga turlicha nazariyalar, qarashlar, fikrlar bildirilib kelingan bugungi kungacha. Ularga misol sifatida Bronson, Merriman, Fisher, Frey, Trefflerni misol keltirishimiz mumkin. Ular o'z asarlarida, o'z tadqiqotlarida kreativlikka o'zlariga xos, o'ziga yaratilgan o'sha fikrlarini bildirib o'tganlar. Bunga yaqqol misol sifatida g'arb olimlari hamda sharq olimlarini misol keltirishimiz mumkin. G'arbda kishilar, ya'ni o'sha tadqiqotchilar kreativlik bu umuman olganda yangilik sanaladi deb aytgan. Ular kreativlik negizida noan'anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil mutoyiba tuyg'usi va erkinlik mavjud bo'lishiga e'tiborni qaratganlar. Sharqliklar esa aksincha kreativlikni ezgulikning qayta tug'ilish jarayoni deb tushuntirish berganlar. Bugungi kunda lekin barcha o'sha g'arb bo'ladimi, sharqdagilarning fikridan bo'ladimi, har bittasi, ya'ni har o'sha fikrlarida, nazariyalarning negizida o'zini ma'nosi, mazmuni yotgan. Lekin bugungi kunda har ikkala madaniyat vakillari ham mazkur sifat va unga egalikni yuqori baholab kelmoqdalar. Hurmatli tinglovchilar, kreativ fikrlash bu har bir ijtimoiy sohada yaqqol aks etishi mumkin. Lekin pedagogik kreativlik esa aynan pedagogning an'anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta'lim va tarbiya jarayoni samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi g'oyalar yaratish, shu bilan birgalikda mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo'lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyat hisoblanadi. Bugungi kunda kreativ pedagogika quyidagi ikkita asosiy holatni kafolatlay olishi zarur hisoblanadi. Birinchisi, bu o'qituvchilar tomonidan o'quv fanlarini past o'zlashtirayotgan va ularni o'rganishni zerikarli deb hisoblayotgan talabalar e'tiborlarini fan asoslarini o'zlashtirishga jalb etish. Ikkinchisi, o'qituvchilarga talabalarda kreativ fikrlash va ijodiy faoliyat natijalarini rag'batlantirishga xizmat qiladigan strategiya va vositalarni tavsiya etish orqali auditoriyada ulardan samarali foydalanishlari uchun imkoniyatlar yaratib berishdan iborat. Kreativ pedagogikaning asosiy kategoriyalari sifatida kreativ ta'lim asoslari,
malakali kadrlarni tayyorlash va ular tomonidan kasbiy faoliyat tashkil etish bosqichlari, ijodkorlik, ijodkor shaxs, kreativ shaxs, bunyodkor shaxs, kreativ shaxsni tayyorlash kabi kategoriyalarni misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Kreativ pedagogika fanning, ya'ni yoki bugungi biz sizlar bilan o'tayotgan pedagogik kreativlik mohiyatini boshqa fanlar bilan ham aloqadorligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Boshqa fanlar sifatida umumiy fanlarni aytadigan bo'lsak, bu falsafa, estetika, psixologiya, shu fanlarni misol keltirishimiz mumkin. Lekin aynan pedagogika sohasida bu quyidagi pedagogik fanlar tizimi bilan yaqqol hamkorlikda, yaxlit ravishda amalga oshirilib kelinmoqda. Bunga misol sifatida korreksion pedagogika, xususiy metodika, kasbiy pedagogika, ta'lim menejmenti, qiyosiy pedagogika, hamkorlik pedagogikasini misol keltirishimiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, har bitta fanni mavzuni rivojlanishi uchun albatta uning muammolarini tadqiq etish maqsadida bugungi kunda olib borayotgan tadqiqot ishlarining g'oyasi, mazmuni, natijalarini hisobiga ta'minlanadi. Shu bilan birgalikda pedagogik ilmiy tadqiqot metodlari shaxsni tarbiyalash, unga muayyan yo'nalishlarda chuqur puxta ilmiy bilimlarni berish tamoyillari, obyektiv, subyektiv omillarni aniqlovchi pedagogik jarayonning ichki mohiyati, aloqa va qonuniyatlarni maxsus tekshirish va bilish usullari majmuasidan tashkil topadi. Bugungi mavzuyimizni, fanimizni asosiy metodlari bu quyidagi metodlarni keltirishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, suhbat, anketa, pedagogik kuzatish, pedagogik valorimetriya, pedagogik tahlil, pedagogik tashxis, bolalar ijodini o'rganish, pedagogik tajriba, ekspert baholash kabi metodlarni misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Qisqacha agar metodlarga qaraydigan bo'lsak, suhbat metodi, ya'ni suhbat bu pedagogik kuzatish chog'ida talabaning kreativlikka oid bilimlarini boyitish, vaziyatga to'g'ri baho berish, muammoni yechimini topishga imkon beruvchi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, tajriba sinov ishlarining subyektlarning imkoniyatlarini muammo yechimiga jalb etishga yordam beradigan metod hisoblanadi. Va boshqa metodlarni ham ko'rib turishingiz mumkin. Pedagogik tajriba 3 ta yo'nalish asosida amalga oshiriladi. Tabiiy tajriba, laboratoriya tajribasi va 3-inchisi tajriba ishi. Anketa metodi ham shunday tarzda amalga oshiriladi. Bu anketa metodi yordamida biz pedagogik kuzatish va suhbat jarayonida to'plangan dalillarimiz yanada boyitiladi. Hurmatli tinglovchilar, pedagoglarning kreativligini ifodalovchi belgilar va tamoyillar ham mavjud bo'ladi. Ushbu tamoyillar va belgilarni sizlarga aytib o'tmoqchimiz. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, bu albatta jarayonning mohiyati. Kreativlik otasi nomi bilan mashhur bo'lgan Paul Torrance 4 ta kreativlik ko'nikmasini aniqlagan. Va albatta ushbu 4 ta ko'nikma har bir pedagog shaxsida bo'lishini ta'minlanishini aytib o'tgan. Birinchisi bu ravonlik. Ravonlik ko'plab g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi, ko'p degan so'zga asoslanadi. Ikkinchisi moslashuvchanlik, uchinchisi o'ziga xoslik, to'rtinchisi esa yaratuvchanlik. Mana shu 4 ta asosiy ko'nikmalar albatta shaxsda, o'qituvchida, talabalarda namoyon bo'la olishi zarur hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuyimiz asosiy mazmun mohiyati shulardan iborat edi. Mavzuyimiz oxirida quyidagi nazorat savollari keltirilgan. Shu nazorat savollari orqali mavzuni yanada mustahkamlashingiz mumkin. Va oxirida bizning mavzuyimizni yoritishda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati berilgan. Keyingi darsgacha, mavzuyimizgacha sog' omon bo'linglar, hurmatli tinglovchilar.